Vodorodni generatorimizni dastlabki olib keldik. Hop, zapas tashlab oldilar ikkita. Bu hozir уже suvga vodorod qo'shib beryapti. Tang suvda уже vodorod bor показательlari. Ketdi. PPB da o'lchanadi, milliarddan bir. 400 gacha aytgandek profilaktik, 400 dan tepasi terapevtik. Bu o'zlarining suvlari, o'sha filtr suvdan chiqqan bu yerda. Molekulyar vodorod yo'q. Mana pastga qarab 0 ga qarab tushib ketyapti. Hozir sal turib уже 0 ga tushadi mana. Bu yerda hech qanaqangi vodorod, molekulyar vodorod yo'q. Bu suv 0. Bu yerga asosiy bu yerda уже mana baland bo'lyapti. И suvni отрицательный показатели ham minusovый payda minus ko'rsatyapti. Bular hammasi plyusda. Xo'p, aka, o'z bizning netimizdagilar. Qachon oldingiz filtrni? 2 yilcha. 2 yil oldin bizda. 3 yil bo'lgan, bu eski model 3 yil olgan. 2 xil suv chiqadigan aparatimizda qo'ygan ekanlar. Hozir bizlarning generator ham olyaptilar. Xo'p, endi jivavada ichishadi, xudo xolasa. Mana.